Assalomu alaykum. Salom bermadingiz. Siz qandaydir nihoyatli insonni hisobladingiz. Assalomu alaykum. Tushing. Menga haqiqiy xaridorlar kerak. Yulduz opa keldimi? Yulduz opa qayerdan? Qani u inson bilan men gaplashmoqchiman. Videosini ko'rdim. Iloji boricha men video qilgan insonlarni tortyapman. Video qilgan videolarni ko'rgan insonlarni tortyapman. Moderatorlar kelgan bo'lsa ko'taringlar. Men ko'rmayotgan bo'lsam, sizlar ko'taringlar iltimos. Moderatorlar shu bugun xizmatni qattiq qilinglar iltimos. Men ko'rmagan bo'lsam sizlar ko'rib ko'taringlar iltimos. Moderatorlarim meni qanisizlar. Shu bugun bitta ko'taringlar shu bugun. Xizmat qilinglar iltimos. Men topolmayapman. Meni gostimda juda ko'p odam bor. Men topolmayapman. Qani, men qizcha bilan gaplashmoqchiman. Qani. Yo'q gostimizda. Gostimizda yo'q. Do'stlar, chaqiringlar, telefon qilinglar. Shu qizchani taniyotgan onasini taniyotgan insonlar bo'lsa, telefon qilinglar. Telefon. Yozmang opa, tashlang mana bu yoqqa tashlang opa, mana bu yoqqa tashlang. Voy, men 30 ming odamning ichida turibman, ko'ra olmayapman. Bir Bunyodkor stadioni odam turibdi hozir bu yerda. Men ko'ra olmayapman. Men bir o'zim. 30 ming odam turibdi, 30 ming. Gosti opa, gosti. Gostin to'ldirmanglar, qidirgan odam topaylik. Topolmayapman, jon aka, topolmayapman, jon aka. Taylamayaptimi yo, taylashni bilmayaptilarmi? Kim ko'ryapti? Moderatorlarim, qani meni? O'ldimi bular moderatorlarim? Qani meni moderatorlarim? O'ldimi moderatorlarim? Ko'rgan bo'lsa, yozayotganimni ko'tarib yubor. Moderatorlarim bo'lsa, ko'tarib yubor. Qani meni moderatorlarim, ey? Ya. Shu bugun xizmat qilmaydimi? Moderatorlar qarada qilib o'tirgansan. Nega nima? To'lig'ini yozinglar, men qidiraman mana shu yerdan. Qidiraman, izlayman, kutaman. Men chunki bu qizcha bilan gaplashmoqchiman. Chunki videosini ko'rib meni badanim mizillab ketdi. Qani, shu jiyanim qani meni? Shu senicham qani meni? Qayerdan u senicham? Men bilmadim uni to'liq bir o'zdan eshitishim kerak. Ko'taringlar iltimos. Mana shu kishimi yo Yulduz? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bizdek ana odam ko'p ekan tasha olmadim, hozir ochaman anaqamni yuzimni aka. Siz onalarmisiz? Ha, videodagi opa. Yaxshimisiz? Sizimsiz? Rahmat, Xudoga shukr. Zo'rmisiz? Shukr, ko'tasiz. Men sizni kutyapman, yig'lamang. Men sizni kutyapman. 10 minutdan beri, opam. Tashadim, anaqa odam to'laligiga tashib ko'tara olmadim. Ya Alloh rozi bo'lsin. Lexus. Rahmat. Mana qizim. Qani meni jiyanim? Mana. Menga video bilan chiqqan jiyanim bo'lmas-ku. Shu. Shu qizimmi? Ulasizga. Qalaysiz, jiyanim? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Sardor aka. Ulasizga. Ismingiz kim? Ona qizi, ismingiz kim? Ha? Hayotxon. Nimaga yig'laysiz, Hayotxon siz? Yig'lamang, Hayotxon. Nimaga yig'laysiz? Nima uchun yig'laysiz, Hayotxon? Akalar. Maşallah. Rahmat. Nima uchun yig'laysiz, Hayotxon? Opajon, siz qayerdansiz? Namangan shahri Kichiktoshbuloqdan. Ha, vodiydansiz, vodiyliksiz, ha? Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Nima bo'lgan, opajon, siz tura olmaysizmi? Nima bo'lgan? Men to'g'risi
Unchalik chuqur anonim yo'q. Avariya bo'lganman, umurtqam singani hisobiga orqa miyaga ketib qolganda nerv qisilib qolgan. Umurtqa mana qovurg'alar sinib ketgan. Yurib ketishda iloji bormi? Iloji bor, yo Turkiya yo Hindistonga borishim kerak. Ko'plari bilan gaplashganman. Endi unga 300-400 million pul kerakda. Sharoitim yo'q. Faqat uyda boquvchi o'zim edim. Hozir men ham yotib qoldim bir joyga. Bu jiyanchamizning videosini ko'rdim. Juda vaziyatimiz og'ir dedi. Uylar kimning nomida? Uyingiz bormi yo kvartira turasizmi? Yo'q, ota-onam uyda turaman, dadamlar uylarida turaman. Dadam uylari ham opa-otamlar nomida. Uyimiz nomimizda uy ham yo'q. Bam. Ona uyda turasiz. Xo'jangiz qayerda? Avariya bo'lgandan keyin ketib qolgan. Yurmaydigan xotin kerak emasdi. Sizda shunday holat bo'lganingizdan keyin tashlab ketgan shu qizchalarni hammi? Xudo insof bersin. Xudo insof bersin. Alloh insof bersin. Sulton akam. Jannatim akam meni, jannatim akam. Akajonim, jon akam. Martabangiz ulug' bo'lsin akam. Berayotgan zakotlaringiz Allohning dargohida qabul bo'lsin. Sultonim meni. Mashalloh. Alhamdulillah, spasiba. Rahmat meni sulton akam. Hozir boquvchingiz yo'q. Bu jiyanlarimizni kim boqyapti? Yusufat og'am, rahmat. Singlim bordi, uni yurmasimdan oldin turmushga berdim o'zim ishlab. Turmushga berdik, ikkita singil hozir 2000-yil singlim bor, bitta shu qilyapti-da hozir boshqa hech kim yo'q. Dadamlar borlaydi, ota-onam ajrashgan. Dadam bilan birgamiz biz. Dadamlar borlaydi, dadamda ham ana ko'p yurtlar xarsillab qoladi, yurolmaydilar. Samarqand! Maşallah! Sinem jiyan. Voy qizim yig'lamang. Yig'loq ekansiz. Siz yig'lar ekansiz. Qizim, xursand bo'lmaysiz. Yig'lamang. Tvenchakam, spasiba. Yig'lamang. Ona qizim, yig'lamang. Xudo shifo bersin. Avvalambor Allohdan so'ragan inson ekansizlar. Shuncha minglab insonning ichidan qarang. Rizqingiz ekan chiqdingiz. Rizqingiz ekan chiqdingiz. Do'stlar, haqiqiy haqdormi bu inson? Ha xalqim, haqiqiy haqdormi bu inson? Katta raqamingizni ayting. Katta raqamingizni ayting. Inshaalloh mana men sizga beradigan o'zimda oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Apelsino spasiba. Majlin. Mashalloh. Alhamdulillah. Ya rahmat. Yuri Gagarin. Firuzofov. Ya Allah razı olsun. Obajon ayting. 42-31 42-31 20-00 20-00 94-55 Amirchik, krasavchik, 511 Ro'zala bilan akam. Ya Allah. Nimalar qilyapsizlar akam? Mashalloh. Voy meni ihsonsevar xalqim. Voy meni davlatim bundan ham buyuk bo'lsin akalarim, voy akalarim. Prostoy! Ya Allah!
Elhamdülillah. Vay 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 Amir. Suruj akam, Amir akam, Sulton akam, hamma akalarim. 111 pustoy, bratan, Shelby, spasiba. Nunun. Maşallah. Ishoninglar, ko'zdan yosh faqat bu xursandchilikda yoshda bu. Yigit yig'lamaydi deysizlar-ku. Yigit ham yig'lar ekan-da aka. Yigit ham yig'lar ekan-da aka. BMW bratan, Allah razı olsun. Shelby. Maşallah. Barchalaringdan Allah razı olsun. Ya Allah. Ya Rabbim. Elhamdülillah. Spasiba большой. Hammalaringga rahmat. Hammalaringga rahmat. Hech kimni boshiga bunday kunlar solmasin. Hech kimni boshiga bunday kunlar solmasin. Ey Alloh. O'zing buyuksan Allohim, o'zing buyuksan Allohim. Akalar, rahmat. Men ham zakotim bor, akalar. Sizlar qatori men ham ozgina bo'lsa ham zakotimni men ham beray. Men ham ozgina bo'lsa ham zakotimni beray. Shu opamga, shu qizchamga ozgina bo'lsa ham yordam beray. Meni ham zakotim bor, akalar. 4231 20:00 davomi. 91 55 91 55 33 53 Hamkorbank Visa. Bilek, qarang, qaytaraman. 42 31 20:00 91 55 davomi. 33 53 33 53. Kim chiqadi? Hamkorbank Visa. Toshpo'latova va Yulduzxon chiqadi. Toshpo'lat va Yulduzxon. Opajon, ozroqgina bo'lsa ham akalarim qatorida, xalqim qatorida sizga atagan bir zakotim bor. Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz, opa. Alloh rozi bo'lsin. Hozir tushadi. Ya mashalloh. Akalarim meni. Yig'lamang. O'lay sizga yig'lamang. O'lay sizga yig'lamang. Asha qizcha uchun sizni ko'tardim. Qizingiz uchun ko'tardim. Qizingizni ko'zidan yosh hech qachon to'kilmasin. Men bu qizchani videosini ko'rdim-ku, ko'zidan oqqan yoshni ko'rib yig'ladim. Rostdan shu qizimni ko'zidan oqqan yoshini ko'rib yig'ladim. Opajon yig'lamang, ha? Iltimos. Yig'lamang, xursand bo'ling. Duo qiling bu insonlarni qarang. Bu insonlar siz bilan meni akam emas. Bu insonlar siz bilan meni tug'ishgan akam, ukam, opam emas. Lekin qarang qanday bu darajada yordam ko'rsatishyapti, bilasizmi? Bu insonlar haqiqiy musulmon, haqiqiy bu insonlar jannatiy insonlar, opam. King 222 bratan. Yo!
Yuraksizlar akam, yuragimsizlar, jon akam, yuragimsizlar. Rahmat. Bergan ehsonlaringizda ajrini Xudoyimdan olinglar. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Shu opamga, shu jiyanimga kimki o'z hissasini qo'shayotgan bo'lsa, qaysi tomonlama oddiy duo qilgan insonlarni ham ro'za Ramazon kunida duolarigacha Xudoyim qabul qilsin. Shu jiyanchamda inshaalloh ko'zda hech qachon yosh tushmasin. Shu qizim onasi baxtiga, shu qizimning baxtiga sog' salomat bo'lib ketsin. Ya mashalloh. Sabratan! Cowboy aka! Allah! Ya Rabbim, yetkizganingiz. Alhamdulillah, spasiba, большое spasiba. Rahmat. Opajon, xursandmisiz? Xursandman aka, rahmat, boringizga shukr. Bergan zakotlarimizni oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Kami kuchingizga, xarajatingizga ishlatasiz. Nasib bo'lsa, inshaalloh oyoqqa turib ketsangiz, mana shu qizimni yig'latmang. Mana shu qizim katta bo'lguncha ko'zidan yosh tushmasligiga siz bizni oldimizga javob bering. Yig'lamasin shu jiyanim. Tushundingizmi? Agar mana shu qiz yig'lasa, siz xafa qilasiz. Yig'lamasin shu jiyanim. Bitta duo bering. Rahmat, boringizga shukr. Bitta duo bering. Avvalambor sizga rahmat aka. Yo, menga xalqimga duo qiling. Otamizdan uzoqda yuribsiz. Allohim o'zi qo'llasin. Ehson qilganlardan, shunga kelib padilsa qilib, repost qilib duo qilib turganlardan Allohim hammasidan rozi bo'lsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizga Allohim kafil bo'lsin. Barcha bemorlarga Allohim shifo bersin. Icharkan bo'lmaydi. Allohim meni ham farzandlarimni ehson qiluvchilardan qilsin. Aytgan eskisi. Ya Rabbim, ya Rabbim, yetkazganiga shukr. Opa yig'lamaysizmi? Endi kelishdikmi, yig'lamaysizmi? Rahmat. Mas akalarimiz qatorida kortejga o'zimda ham ozgina hissamni qo'shib qo'ydim. Joningiz omon bo'lsin. Nasib bo'lsa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Jiyanim, xursandmisiz? Xursandman, xursandman. Meni ismim Sardor. Nekim Sardor Sulton King 511. Unutmang, ha? Unutmang. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Bo'pti. Rahmat. Birovni kistasini hisoblamaylar, tembonli bir qiynalgan inson o'zi buncha odam oldiga chiqishga birinchidan katta bir yurak kerak. Haqiqiy qiynalganlarni topayapman, ko'rib turibsizlar. Kartasiga qancha kim pul tashlagan bo'lsa ham ajrini Allohdan olsin. Mana men ham sizlar qatorida qo'limdan kelgancha beryapman. Qo'limdan kelgancha. Men ham musofirman aka. Vatanimdan olisdaman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Allohning bergan sinovida yuribman. Qaysidir gunohim uchun chetda yuribman. Men ham musofirman. Shunga qaramasdan bugun zakot bermoqchi edim. Sizlarga qo'shilib mana beryapman. Kimki zakot berayotgan bo'lsa, shu bugun mana shu efirimizda Allohimning dargohiga qabul bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi odam, qani keyingi ishtirokchi. Bitta ko'raylik. Amir akam, Birgitim, sultonim, 111larim, twins, prostoy parin. Zuhra, Yuri Gagarin, Feruz opam, Betun, Babi, Xadicha, Asushiq opam, Bilek. Akalar, sizlarda ismlaring buyuk, o'zlaring undan-da buyuk. Opalar, sizlar saxovatpesh opalarsizlar, rizqlaringdan, bolalaringdan orttirib, shu mashada qiynalgan insonlarga beryapsizlar. Sizlarga Xudoyim o'zi bersin. Sizlarni yaxshi ko'raman, davom etamiz. Qani, suluchayni bir insonni ko'taraman. Kelishdiga, qani, ketdik. Inshaalloh nasib bo'lsin. Qani, mana Nur. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Aka, qizcham rak kasali, onkologiya kasali bor. 2 yildir xastanada. Siz qayerdan? Men
Mashalloh. Turkmaniston. Alloh rozi bo'lsin. Turkmaniston. Turkmaniston. Yaxshi ko'raman Turkmanistonlik. Больница. Meni judayam qattiq akalarim bor. Sizlar hozir больницадamisizlar? Ova aka больницada biz 2 yıldır больницаdan çıkmadık. Hiç hile. Rak kesel var kızımın omurgasında. Ismlari kim bu jiyanimda? Ismlari Nurmi? Nurana. Nuronaxon. Siz hozir больницada Turkmanistondami? Qaysi davlatdasiz? Türkiye devletinde çünkü bizim Türkmenistan'da çok küçücüktü 9 aylığında rak kesel dediler becerisi yok bizde dediler davası yok dediler biz de Türkiye becertmeye kayıttık. Allah'ım nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Keseli çok ciddi hastalığı var. Opajon, Turkmancha o'zim tushunmasligim mumkin, qalbim tushunadi. Gapiravering. Eke şu kızımın yaşamak için bütün inşallah şu kızım ayağa kalıp gitse ayağa kalksa bütün ömrümü ölene kadar hemmenize dua ederim adınıza. Tamam kızım tamam yürü. Opajon, mikrofoningizni o'chirib turing. Bir minut. Bismillahirrohmanirrohim. Mikrofoningizni shunday o'chiring-da. Akalar, Suluchayni mana больницаning o'zidan to'g'ridan to'g'ri ishtirokchimiz. Haqdormi yo'qmi? Aka, haqdormi yo'qmi? Shu qizni hayotda saqlab qolish uchun mana shu jiyanimizni Turkmanistondan ekanlar. Biz hurmat qilamiz Turkmanistonni. Allah razı bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar akalar. Papay tog'im Amerika, papay tog'im. Musofirlarim meni. Turkmanistondan ishtirokchimiz, akalar, bir bersanglar shu qizchamiz uchun Xudoyim sizlarga ming bersin. Shu qizimiz uchun bir bersanglar Allohim sizlarga ming bersin. Topgan